Assalamu alaykum qarindoshlar, qanday ahvolinglar? Men Amerikadan doktor Mehmet deyman. Men bugun ochiqlanish va uning sog'lomlikqa ko'rsatgan ta'siri degan temada qisqacha bir leksiya so'zlab o'tmoqchi. Men bu leksiyada asosliqi ochiqlanishningki qandoq paydo bo'ladiganligi, uninki bizningki ro'yi va jismoniy sog'lomligimizga ko'rsatgan ta'sirlari to'g'risida qisqacha to'xtalib o'tma. Tövəndə diqqətinizlər leksiyanın təfsilatı bolsun. Açıqlanış insanların səlbi hissiyat haleti bulup, o insanların xarlanış, haqaretleniş, azarlanış, kəmsitiliş, cəzalanış, adaletsizlik, haqsizlik, ziyankeşlik və təhdidə uçraş qatarlıq səlbi yoki negativ hadisələrə qarşı qaytarğan inkasıdır. Bazı insanlar davamlıq açıqlansa, yəni bazı insanlar oson açıqlanmaslığı mümkün. Amma hayatında faqat açıqlanmaydigan insan asasen yo'q. Agar açıqlanish muvofiq ifodalansa va kontrol qilinsa, u ruhiy jihatda sog'lom bo'lishda ham shundaqla salbiy yoki negativ hodisalarni o'zgartirishda aktiv va foydali rol o'ynashi mumkin. Kontrolsiz açıqlanish ruhiy sog'lomlikqa, atrofdagi kishilar bilan bo'lgan munosabatga, o'rganish va xizmat unumiga, bolalarning sog'lom o'sib yetilishiga ig'ir salbiy ta'sir yetkazishi mumkin. Oson açıqlanish ba'zi ruhiy kasalliklarning ko'p uchraydigan kasallik alomatlari hisoblanadi. Undaqda insanlarning ochiqlanishiga sabab bo'lgan omillar nimalardan iborat yoki qanday omillar insonlarning ochiqlanishiga sabab bo'ladi degan vaqtida o'xshamagan kishilarning ochiqlanishiga sabab bo'ladigan omillar farqli bo'lib, ba'zi kishilarni ochiqlantirgan omillar yana ba'zilarni ochiqlantira olmasligi mumkin. Lekin ba'zi ahvollar hammamizni ochiqlantirishi mumkin. Yani g'azablantirishi mumkin. Birinchisi, adolatsizlikka duch kelish, chorisizlik va hech ish qo'ldan kelmaslik. Ikkinchisi, boshqalar tarafidan haqoratlanish, bo'zaq qilinish yoki tahdid qilinish. Uchinchisi, haq-huquq, g'urur, iftixor va mulk boshqalarning tajovuz qilishiga uchrash. To'rtinchisi, muhim ish bilan mashg'ul bo'layotgan vaqtida boshqalar tarafidan qalaymaqon qilinish. Beshinchisi, kundalik turmushdagi odamni zeriktiradigan, beorom qiladigan ishlar. Oltinchisi, ba'zida haddidan ziyoda qayg'u, hasrat ochiqlanishga sabab bo'lishi mumkin. Mana bular insonlarning ochiqlanishiga sabab bo'ladigan omillar. Undaqda bu ochiqlanishni kasal alomati qilgan ruhiy kasalliklar qaysilar yoki qaysi ruhiy kasalliklarda ochiqlanish bir xil kasallik alomati qatorida ko'rildi degan vaqtida bu insonlarning ochiqlanishni paydo qiladigan, ko'p uchraydigan kasalliklar birinchisi tushkunlik yoki xomushlik kasali. İkincisi, o'zni ziyoda majburlash binormalligi. Uchinchisi, diqqatini yig'olmaslik va ko'p harakat qilish. To'rtinchisi, qarorlik ochiqlanish binormalligi. Beshinchisi, qasddan ta'tirlik qilish binormalligi. Oltinchisi, turoqsiz kayfiyat binormalligi. Yettinchisi, turoqsiz xarakter binormalligi. 8-si ikki qutupluq xarakter binormalligi. Mana bular ochiqlanishni kasal alomati qilgan ruhiy kasalliklar bo'lib, bu o'ng tarafdagisi bu kasalliklarningki inglizcha ismi, ya'ni birinchisi depression, ikkinchisi obsessive compulsive disorder, uchinchisi attention deficit hyperactive disorder, ya'ni ADHD degan kasal
bu kasal mayli kichik bolalarda bo'lsin, mayli cho'nglarda bo'lsin, Amerikada eng ko'p uchraydigan kasalliklarningki birisi hisoblanadi. 4-si intermittent explosive disorder, 5-si oppositional defiant disorder, 6-si disruptive mood dysregulation disorder, 7-si borderline personality disorder, 8-si bipolar personality disorder. Yani bu 8 xil kasalda odatda ochiq qilinish asosli kasallik alomatlarining biri hisoblanadi. Undaqda bu o'rinsiz yoki kontrolsiz ochiq qilinishninki ifodalari nimalardan iborat yoki o'rinsiz yoki kontrolsiz ochiqlangan vaqtida qandoq ifodalanadi yoki biz uni qandoq tonib yetamiz degan vaqtida bu o'rinsiz yoki kontrolsiz ochiq qilinishda birinchisi davomli sababsiz ochiq qilinish yoki sabab bilan ochiq qilinish moslashmaslik bo'ladi. İkincisi ochiq qilinish bilan birga zo'ravonlik qo'llanish, og'zaki yoki jismoniy zo'ravonlik qo'llanish ko'rildi. Uchinchisi ochiqni to'g'ri va muvofiq ifodalayolmaslik, ochiqni kontrol qilolmaslik. To'rtinchisi ochiq qilinishdan keyin o'zini ayblash, qayg'urish va azoblanish. Beshinchisi ochiqni besish uchun aroq ichish, tamaki yoki zərlik chekimlik chekish. Oltinchisi boshqalarni biror ish qildirish uchun ochiq qilinish kerakligini his qilish. Yettinchisi ochiqlanmaslik uchun ma'lum inson yoki ma'lum ahvollardan o'zini qochirish. Sakkizinchisi ochiqlanmaslik uchun masalaga yuzlanmasdan balki masalani yo'shirish, inkor qilish. To'qqizinchisi ochiq qilinib qilgan ishidan yoki qaroridan pushaymon qilish. 10-si ochiqni g'azablanish, odam tillash va urib chiqish bilan ifodalash. Mana bular o'rinsiz yoki kontrolsiz ochiq qilinishniki konkret ifodalari. Agar ma'lum insonda yuqorqidek ahvollar ko'rilgan vaqtida biz uni o'rinsiz yoki kontrolsiz ochiqlandi deb qarasak bo'ladi. Undaqda bu o'rinsiz ochiq qilinishninki sog'lomlikqa qandoq ta'siri bor yoki o'rinsiz ochiq qilinish sog'lomlikqa qandoq ta'sir ko'rsatadi degan vaqtida o'rinsiz ochiq qilinish birinchisi bosh og'rishni keltirib chiqaradi. Ikkinchisi oshqozon og'rishni keltirib chiqarishi va hazm qilishga ta'sir ko'rsatishi mumkin. Uchinchisi uyqu sifatiga ta'sir ko'rsatishi, uxlay olmaslikni keltirib chiqarishi mumkin. To'rtinchisi ansizlik paydo qilishi mumkin. Beshinchisi tushkunlikni keltirib chiqarishi mumkin. Oltinchisi qon besimining o'rlab ketishini keltirib chiqarishi, yuqori qon besimini paydo qilishi mumkin. Yettinchisi yurak kasali borlarda yurak tiqilmasining qo'zg'alishini keltirib chiqarishi mumkin. Sakkizinchisi ming qon tomir kasallari borlarda menga qon tushishini keltirib chiqarishi mumkin. 9-si badandagi ba'zi hormonlar qalayimqon bo'lib ketishini keltirib chiqarishi mumkin. 10-si nafas olish tezlashib, o'pkaning oksigen almashtirishiga ta'sir yetkazishi mumkin. Mana bular o'rinsiz ochiq qilinishninki bizning sog'lomligimizga ko'rsatgan ta'sirlari. Undaqda bu kontrolsiz o'rinsiz ochiq qilinishninki ijtimoiy ta'sirlari nima degan vaqtimizda birinchisi oila inoqligiga ta'sir ko'rsatib, bolalarning sog'lom o'sib yetilishiga salbiy ta'sir ko'rsatishi, er-ayol ajrashib ketishni keltirib chiqarishi mumkin. Ikkinchisi do'st birodarlar orasidagi munosabatga ta'sir yetkazishi va do'st birodarlardan yiroqlashib ketishni keltirib chiqarishi mumkin. Uchinchisi o'rinsiz yoki kontrolsiz ochiq qilinish xizmatdan ayrilib yoki ishsizlanib qilishni keltirib chiqarishi mumkin. To'rtinchisi aroq va zərlik chekimlikka xumor bo'lib qilishni keltirib chiqarishi mumkin. Beshinchisi
ig'ir ijtimoiy masalalarga duch kelishni keltirib chiqarishi mumkin. 6-si jinoyat o'tkazishga va jinoiy javobgarlikqa tortilib qilishga sabab bo'lishi mumkin. Mana bular kontrolsiz, o'rinsiz ochiqlanishningki ijtimoiy ta'sirlari. Undaqda bu o'rinsiz ochiqlanishni qanday qilib kontrol qila olamiz? Degan vaqtida ochiqlanish insonlarning normal his tuyg'usiningki bir qismi bo'lib, uni butunlay kontrol qilish mumkin emas. Ham shundaqla undaq qilish ruhiy sog'lomlikqa ziyonliq. Ammo haddidan ziyoda yoki o'rinsiz ochiqlanish ko'plagan salbiy oqibatlarni keltirib chiqaradigan bo'lg'achqa, uni kontrol qilish har birimizning mas'uliyati va majburiyati. Ya'ni mayli o'zimiz uchun bo'lsin, yoki atrofimizdagi kishilar uchun bo'lsin, biz chuqum o'rinsiz ochiqlanishni kontrol qilishimiz kerak. Uninglik uchun birinchisi ochiqlanishni ochiqlanib chiqargan qaror va qilgan ishning oqibatini to'nib yetishimiz kerak. Ikkinchisi hayotida yuz bergan ko'ngilsiz ishlarni yaqinlarga anglatish va ularning yordamiga erishish kerak. Uchinchisi muhit almashtirish, ko'ngil ichish va tantarbiya faoliyatlariga aktiv qatnashish kerak. To'rtinchisi cho'nqur nafas olish, o'zni rahat tutishga undash yoki o'zni takror eskartish, ya'ni o'zimizni rahatlan degandagidek o'zimizni takror eskartib turish. Beshinchisi so'zlashdan burun o'ylash, keng qo'soq bo'lish, afu qilishni bilish kerak. Oltinchisi masalani hal qilishning chora-tadbirlarini tepib chiqish kerak. Mana bular orqali biz o'rinsiz ochiqlanishni belgilik darajada bo'lsa-mu kontrol qila olishimiz mumkin. Undaqda bu qanday qilgan vaqtida ochiqni aktiv energiyaga aylantirib bo'ladi degan vaqtida birinchisi ochiqlanishni harakatlantirgich kuch sifatida ishlatishga bo'ladi. Masalan, birisi bizni ko'zga ilmasa, kamsitsa yoki bizni o'rin, nomrat deb haqorat qilsa, biz terishib ishlashimiz, o'zimizning ishchanligimizni namoyon qilishga va yoki bu orqali o'zimizni isbotlashga tirishishimiz mumkin. Ikkinchisi, ochiqlanishni muvaffaqiyat uchun ishlatish mumkin. Masalan, birisi bizning qobiliyatimizdan gumon qilsa, biz terishib natija qozonishimiz, o'z qobiliyatimizni namoyon qilishimiz va jamiyatdagi o'rnimizni yuqori ko'tarishimiz mumkin. Uchinchisi, ochiqlanish san'atchilar va muzikantlarga aktiv energiya ato qilib, ularning ijodiyatiga turtki bo'lishi mumkin. To'rtinchisi, agar haq-huquqimiz tajovuzga uchrash yoki adolatsizlik tufaylidan ochig'imiz kelgan bo'lsa, u bizning haq-huquqimizni qo'g'dash va adolatsizlikka qarshi kurash qilishimizga turtki bo'lishi mumkin. Mana mushu ehtimolliklar tufaylidan biz ochig'imizni muvofiq kontrol qilsak yoki uni muvofiq qo'llansak, nurg'un yaxshi oqibatlar kelib chiqishi mumkin. Bugungi bu ochiqlanish va uningki sog'lomlikqa ko'rsatgan ta'sirlari degan temadagi qisqa leksiyani shu yerda oxirlashtirmoqchi. Hammanglarning diqqat berganinglarga ko'pdan ko'p rahmat. Alloh hammamizni aql farosatli qilsin. Bizda ochiqni yolvosni yengan botir emas, ochiqni yengan botir deydigan ot so'zi bor. Shunlashqa hammamiz ba'zi yomon oqibatlarning kelib chiqishidan
saqlanish uchun ochiqimizni muvafiq kontrol qilishimiz va ochiqimizni o'z joyida ishlatishimizni umid qilma. Xayr xo'sh, ko'rishguncha omon bo'linglar. Allohga omonat.